Yo, what's up? Bo'llar, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Predator MC. Bugungi videomizda sizlarga zo'r narsa ko'rsatib o'taman. Qaranglar. İşte narsa yo'q bo'ladi. Ben server fotoğraf veremem sizlere. Короче, маузи survivalga o'taman. Mana o'tdim. Ana endi server qotadi. Qotgancha o'ynaymiz-a? Hozir. Ko'ryapsizlar, buni hozir qotadi server. Shu command block orqali hamma narsani qilsa bo'ladi. Buni qarang. Server qotadi hozir. Mazza. Fakat bu command blokda kreativga boshqarsa bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, survivalga sindirban bo'lmaydi. Boshqarban bo'lmaydi. Hozir. Ko'paytiramiz. Buni 45 ta qotmayapti. Qotganicha. Telefonim o'tmagancha shuncha qilamiz. Ya qotib ketdi. Telefon ko'tarmasa kerak. Ko'tarmaydi telefon. Qot ana ko'rdinglar desa, qotganini ko'rdinglar. Mana. Qotib qoldi telefon. Cho'ta qotyapti. Mana cho'ta qotyapti вообще. Ko'rasizlar, bunday qilsam bo'ladi. Agar shu mod sizlarga kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tasizlar, tashlab qo'ygan bo'laman. Bo'l. Qotsin, mayli, qotib tashlaymiz. Bunday qilib olamiz. Va qani Qotdi.
Do'stlar, boshqarib bilmayapti. Boshqarib bilmayapti Minecraft'ni. Qotdi. Ko'ryapsizlarmi? Shu komand blok orqali hamma narsani qilsa bo'ladi. O'chirib qo'yaylik. Ko'ryapsizlarmi? Shuncha narsa. Agar komand blokni boshqarish bilmasanglar, men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Birinchi o'ringa agar mana bu qaranglar. Buni mana masalan time set night. Time set night. Hozir men sizlarga ko'rsatib betaman nima qilishni. Birinchi o'ringa bitta bunday qo'yamiz. Bitta. Mana. Qarab ko'ryapsizlar? Mana bu narsalarni. Tinmasdan bo'ladi endi shu narsa. Agar rechay bilan qilsanglar bir martagina bitib qoladi. Mana bunaqa observer degan narsa, qo'limdagi observer degan turgan narsa bilan qilsanglar, vobshim ko'p bo'lib ketadi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yamiz. Va obuna ham bo'linglar. Fikrlar bo'lsa kommentariyada bemalol yozaverasizlar. Go!